$7800 qanaqa qulaylik sotsangiz bo'ladi. Salon holatini ko'rsangiz bo'ladi. Pokiza zo'r turibdi. Qulaylikka keladigan bo'lsak, sensorli monitor, zadniy kameralar bilan ulangan bo'ladi. Konditsioner, klimat kontrollari bo'ladi. Ikkita oldi o'rinda va orqa o'rindalar isitish tizimi bor. Rollarimizda kruiz kontrol va tezlik chegaralash funksiyalari bor. Mashinamiz eng full paketda bo'ladi. Rollari ham o'ziga sozlanadi. Tepa, past va o'ziga tortiladi. Mashinani salon qismini ko'rdinglar, endi tashqi ko'rinishini baho bersanglar bo'ladi. Kraskalari top-toza, polniy shumka qilingan, salon, bagaj, oldi kapot, krilolargacha polniy shumka qilingan. Balon holatlari ham ideal zo'r bo'lib turibdi. Xo'p, dokument tomonlama 6 soatdagi imkoniyatinglar yo'q bo'lsa, Gendamingiz ham chiqaradi. Manzil Andijonda joylashgan manzilimiz. Xo'p, motorlar 1.8 motorda bo'ladi. Qo'shimchasiga 90 talik metan gaz bilan jihozlangan bo'ladi. Bagajda shunaqa pardachasi bo'ladi. Gazdan keyin shunchalik joyishib qolgan. Ikkita chekasida karmashkalari bor. Bu narsa qo'ysanglar ham bo'ladi. Mashinamiz 2 qo'lli Toshkentda yurgan. O'zimiz dokument qilib tirikchilikka Toshkentdan olib kelganmiz. Narxini $7800 deyapmiz. Oldindan $4,500 puli bor, telefon qila olasizlar. 6 oygacha O'zbekiston bo'ylab nasl savdoimiz mavjud.